Alloh bo'la turib, bandalar haqqini kechira olmas ekan. Qudrat yetmaydimi? Qudrat yetadi. Lekin Allohning o'zining va'dasi borki, bandalar to'yinki meni huzurimga kelganlarida oralaridagi haq-huquq murosasini o'zlari bir-birlaridan kechirib so'rab, haqlarni bir-birlariga halol qilmagunicha Alloh aytadi, meni jannatimga kira olmaydi deydi. Endi siz bandani haqqini yedingiz. U banda qiyomat kunida hech dirham, dinor yo'q, bu dollar, yevrolar yo'q, telefon, maqom hech yo'q. Bir paytida siz bilasizmi, u paytda banda hech ham kechmaydi. Banda sizni yeydi. Banda nima qiladi? Sizni aynan savoblaringizni o'ziga oladi. Agar uni savobi qolmasa, qarang, sizni o'sha gunohlaringizni hammasi o'z sizga yetarli. Uni savobi qolmadi. Sizni ustingizga yana qarang, bandani haqqiga xiyonat qilganingiz uchun uni gunohlari bitadi.